Do'stlar, bugun o'zimizning birinchi davlat xaridlari yoki birja savdolari orqali daromadga chiqish nomli 1 oylik kurslarimizni tugatdik. Bu birinchi kursimiz edi va bundan keyin bizlar ijtimoiy tarmoqda bu bo'yicha bong urishga tayyormiz. Bir vaqtning o'zida 300 dan 500 tagacha bo'lgan broker bo'lib yetishaman yoki broker sohasini o'rganaman degan insonlarga bemalol ko'nikma, dars va o'zimizni tajribamiz bilan ulashishga tayyormiz. Biz komanda bo'lib allaqachon shakllanganmiz. Komandalarimiz a'zosi 18 yillik tajribaga ega Begzod aka Soliyev hamda 18 yildan ziyod tajribaga ega Yahyo Aripovlardir. Do'stlar, biz uchovimiz kuchli jamoa bo'laroq keyinchalik safimiz kengayadi va o'quvchilar orasidan eng yaxshi sohani olib ketadigan shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz bilan suhbat qilgan jarayonda o'zimizga bu insonni jamoamizga qo'shishga tayyormiz. Biz ikkinchi potogimizga start berdik. Ikkinchi potogga qo'shilish uchun direktdan yozing, biz siz bilan aloqaga chiqamiz va sizlarni ikkinchi potogimizda kutib qolamiz.